Qizlarning orzusi 14 yoshda. Men katta bo'lsam model bo'laman. Qanaqa yosh bilamanman. Bizni aviakompaniyani tanlaganingiz uchun rahmat. Sen model bo'lmoqchi eding-ku? Voy jinim, sen agar men stewardessa bo'lsam, hamma davlat tekinga ko'rsam bo'lar ekan. Sen stewardessa bo'lmoqchi eding-ku? Detskiy bo'lmagin, ingliz tilini o'rganish kerak, Amerikaga ketish kerak, soqqan bosish kerak. Kosmetolog bo'laman. Amerikaga ketmoqchi eding-ku? Amerikaga hech problema bo'lyapti. Kosmetolog bo'lgan zo'r, qara klient ko'pligini hamma pul hosilada. Barcha orzularni tashla, hayotga jiddiyroq qara, biznes boshla, bugundan boshla. Yo'q, hozirdan boshla. Sizlarni eri xotin deb e'lon qilaman. Ha, qo'lidan hech nima kelmagan qizlar uchun eng yaxshi biznes g'oya bu erga tegish. Homilador bo'lsang nimalar bo'ladi? Boshida yaxshi narsalarga boshqarong'i bo'lasiz. Keyin boshlanadi. Benzin hidi, erining hidi, metroning hidi, kesak yegin keladi. Necha yillab yemay, ichmay, dietalar qilib erishgan figurangni dabdalasi chiqadi. Harakatlarga og'irlashib, hech kim yoqmay qoladi. Ketdimi, ovqatlanamizmi? Yemayman. Nimaga baqiryapsan? Men polis ko'tarmasman. Hamma ingliz tili o'qituvchilar homilador bo'ladi-yu, men ham shu ishni davom ettirdim. Abdullayeva doskaga chiqib mavzuni yoz. Ustoz borra bering. Ma, tez yozib qaytarib berib qo'yma. Sen точно o'g'iltirasan, men bilaman-ku. Ko'p qabiliyatli hamma narsani bilar ekanlar. Tug'mas kasal bo'lganlar. Yaxshi tomonlari ham bor. Masalan, avtobusda joy berishadi. Da, boshqa yaxshi tomonini topmadim hali. Mana tepdi, keling. Yo'q-ku, nima? Har doim stolingizda tepmaydi, rostdan tepyapti. Bolamizni Argentinada tug'amizmi? Nimaga? Hamma o'sha yerda tug'sa zo'r bo'ladi, doti nimaga ekan? Ha, o'tda tug'sa shoxli bo'lib tug'iladi. Voy, gamushday bo'lar ekan. Bolam qayerda yashaying, yotmabda yashaysam, amami yo'qdimi? Shu ko'rib turgan Iskandar Buildings'ning Mavrid loyihasidagi xonadonlar kvadraturasi $665 dan. Zo'r ekan, homiladorlarga eski kelibami? Duo qiladi. Nima bo'lganda ham dunyodagi eng chiroyli ayol bu homilador ayol. Tak. 4 ta o'sim bor uyda nimalar bo'ladi? Qaynona borligida piching gaplar bilan urush bo'lsa, Ovqatda oyoqda qildingizmi deyman Ovsinjon? u ketganidan keyin dahanaka jang boshlanadi. Katta o'sinlarning ko'pincha qo'li shirin, tili zahar bo'ladi. Ha, siz ham shunaqa shirin ovqat qilishni o'rganing. O'rtancha kelin so'tey bo'ladi. Ichida bo'lmaydi lekin. Ovsinjon yo'qolib qolmaysizmi? Xo'p bo'ladi. Hozirgi yangi kelinlar ancha shustri. Bugun gilam yuvamiz Ovsinjon. Voy, shundoq bo'lamaymiz vali. Bugun general yuborga hamma chiqish. Shundoq bolam uxlat vali. Uxlama bolam, uxlama, ish qilishga to'g'ri kelib qoladi. Birga. Bolam cho'miltirib oling. Yaxshi ham tug'ibdi, tug'maganda nimani bahona qilardi? Bu bo'lsa bizani qaynonamizni dumi hech ish qilmasa ham yaxshi ko'raveradilar. Chunki uni o'zlari tanlab kelin qilganlar. Bolang yig'lamasa u hammani bolasi, yig'lab qolsa u faqat sani bolang. Olay bolayni nima yig'layapti u menga? O'g'limga yana allergiya toshibdi. Shuning uchun O'sinjon do'kondan duch kelgan taklifga olmasdan faqat loji takliflarini olish kerak. Turkiya mahsuloti bolantigini qo'l qilib qo'ymaydi. Allergiya umuman bermaydi. Lady dedingizmi? Lady emas, Lodi. Lekin ko'pchilik bo'lib yashashi o'zini gashti bor. Hammani ham uyda bunaqa Alisher Fayz yo'q. Menga qarang, bolangizga qaramaysizmi? Dasturxonni tortib tashyapti. O'zingiz bolangiz bilan kecha chiqib qo'ygan gilamga hali ham faslig'ini killab o'tiribdi. Nimaniki baqiryapsan, ha? Voyjon, shu keliningiz yonini olib, jonga teging. Taq. Kelinman nima deb saqlanib qilgansiz? Kundoshim? Endi o'g'lingizni qizg'an urganingizdan keyin nima deb saqlanib qilishim kerak? O'sin, telefonimni topolmayman. Siznikidan ko'ring. Men Voy, men nima deb saqlanib qilgansiz? muloyim xunu deb. O'rta, ering nima deb saqlanib qo'ygansan? Mahir bermagandim. Nima? Bermagandi. O'zi nima so'rading? Gelik. O'zi nima shu gelik? Hamma so'raydi. Rosa qiziqaman nimaligiga. Qattiq yuribsan, nimadir kerak bo'lsa degan kantak telefon qilib yot. Kim o'zi bu? Oyim u har doim nimadir kerak bo'lsa telefon qilaman deb. Faqat alo. Qamalgan kelin? Uni videolarda chiqadigan qizmi? Ya'g'i bu qaynonam bilan yashashga qolgan o'sinim bu umr qamoqda yashaydi endi. Kim bu? Rostdan bilmayman kim bu. Oyjon, dastlabki telefon qiling, kelyaptimi yo'qmi? 35 ta dastavkani nomeri bor ekan. Qaysi biriga qiling? Dastavka jinniroq, dastavka to'kib olib keldi, dastavka sekin. Dastavka chumo degani bor o'sha yerda. O'shanga qiling. 5 yil oldin mashdan dom quramiz deb pulimni olishgan hali yo'q. Ularni mashinik deb saqlanib qo'ygan bo'lsang kerak. Yo'q, qiyomatga investitsiya deb saqlanib qo'yganman. U yoqda baribir berishadi hali. Yursan bitta joyga boraman. Mana Iskandar Buildings'ning Mavrid loyihasi. Ular aprelda boshlashgan, lekin уже 7-qavati bitdi. A blokda 8-qavatda, C blok 4-qavatda уже beton ishlar olib borilyapti. Undan tashqari 2-qavatda gazoblok terishyapti.
Menga yoqdi olaman. Siz nima saqlaysiz qo'ying? Ozoda. Iskandar Buildings. Bitta narsani so'ramanman. Qaysingni nima deb saqlanib qo'ygansan? Beg'ubor. Jirkanch deb. Shuni yana solib yundiramiz. Laganga ovqat suzmoqchi edim, balki boshqa narsani cho'miltirarmiz. Senga gapim bor. Xullas senga aytadigan gapim, xora